Baliq shashlikni ko'pchilik oddiy deb o'ylaydi, lekin aslida eng ko'p xato aynan boshda qilinadi. Shuning uchun bugun sizga haqiqiy natija beradigan retseptni ko'rsataman. Avval baliqni sovuq suvda yuvib, muloyimlik bilan tozalaymiz. Baliqni qattiq siqish yoki iliq suvda chayish bu uning tolalarini ezadi, lazzatini yo'qotadi. Keyin bo'laklaymiz. O'rtacha silliq bo'lak bu shashlikning siri. Mayonez va tomat baliqqa qoplam berish uchun. Mayda ezilgan chesnok esa hidni oladi, ta'mni ochadi. Tuz, murch balans berib, 2 qoshiq yog', 1 qoshiq limon tabiiy achchiq tarovat qo'shadi. Bu aralashma shunchaki zirovorlar emas, har bir masalliq o'z vazifasini qiladi. Yumshatadi, hidni tozalaydi, xushbo'y qiladi, baliqning ichiga chuqur singadi. Ozgina o'simlik yog'ining shashlikka qarshiloq parda berishi, barchasi bir joyda aralashib baliqni to'liq o'rab oladi. Baliq bo'laklarini mangalda pishiramiz. Ular asta-sekin qizaradi. Yog' va zirovorlar bilan xushbo'y hid taraladi. Tezroq pishsa yumshoq va nordonlik saqlanadi. Biroz ko'proq pishirsangiz qobig'i xushbo'y qizaradi. Ichki go'shti ham shirin va sersuv bo'ladi. Baliqning o'zidagi tabiiy yog' bu yumshoqlik kaliti. Juda ko'p yog'ni kesib tashlamang. O'sha yog' pishganda erib chiqib, bo'laklarni namlab turadi. Texnika to'g'ri bo'lsa, tam hech qachon xiyonat qilmaydi. Baliq shashlik endi sizning qo'lingizda. Videoni do'stlaringiz bilan baham ko'ring, ta'mlarini birga his eting. Pishirgan balig'imizni ta'mini ko'ring, opa. Marhamat.